Mana shu 3 ta kalimani birinchi alifi qanday o'qiladi? Vasli hamza qoidasini bilsangiz, hech ikkilanmay so'z u bilan boshlanadi deyishingiz mumkin. Ya'ni umdu, ubnu va uqudu. Lekin aslida bular biz bilgan qoidaga zid ravishda i bilan o'qiladi. Ya'ni imdu, ibnu va iqdu. Buni sababini shu videoda ko'rib chiqamiz. Undan oldin doimgidek kanalga obuna bo'lib, doim foydali videolarni kuzatib borishingizni eslatib qo'ymoqchiman. Endi bu holatning sababiga kelsak. Avvalo, bu fe'llarning moziy muzoriysiga qaraylik. Masalan, birinchi so'zimiz moziyda mado, muzoriyda esa yamdi bo'lib o'qiladi. Demak, dod harfining asliy harakati kasra ekan, to'g'rimi? Endi bundan amr yasasak, vasli hamzaning harakati dodning harakatiga ko'ra kasrali bo'ladi. Ya'ni imdi. Amr fe'lini tushirishda davom etamiz. Imdo, imdu. Mana biz boshda aytilgan holatga yetib keldik. Demak, bu yerda dodning ustidagi zamma harakati asli harakat emas. U o'zidan keyingi ko'plik vovga moslashish uchun zammaga aylangan. Biz esa vasli hamza harakatini kasra deb hisoblaymiz, sababi dodning asli harakati kasra edi. Va bu qoidani barcha misollarimizga qo'llashimiz mumkin. So'zimiz oxirida bunday qiziq mavzular arab tili grammatikasida juda ko'p va kurslarimizga yozilish uchun plus qoldirishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz.